Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda kun mavzusi ko'rsatuvi. Bugungi mavzuda biz hududga Samarqand gaz ta'minoti filialining tuman va shaharlarda raqamlashtirish jarayonlarining borishi xususida so'z yuritamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni hududga gaz ta'minoti filiali elektron gaz hisoblash uskunalarini texnik jihatdan tartibga solish va muvofiqlashtirish bo'limi yetakchi muhandisi Uktam Aymatovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Uktam aka, studiyamizga xush kelibsiz. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filialida raqamlashtirish jarayonlarining borishi yuzasidan ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi kunda hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tizimida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, Samarqand viloyatida mahalla gazchilarining ish jarayonini taqilma kameralardan foydalangan holda faoliyat olib bora boshladi. Sinov tariqasida yo'lga qo'yilgan ushbu amaliyot iste'molchi va ta'minotchi o'rtasida munosabatlarda shaffoflik hamda korrupsion holatlarning oldini olish olinib borilmoqda. Mazkur chora-tadbirlar gaz ta'minoti tizimida ochiqlikni ta'minlab, adolatli va ishonchli munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Umuman qaysi tumanlarda taqilma kameralardan foydalanish yo'lga qo'yildi? O'zi umuman bu sinov natijasida bo'lyaptimi shunda? Xuddi shunday. Bugungi kunda sinov tariqasida 3 ta tumanda hozir Pastdarg'om, Bulung'ur va Tayloq tumanlari gaz ta'minot bo'limlarining 20 nafar mahalla gazchilariga taqilma kameralar ta'minlangan. Shundan 5 nafar Tayloq tumanida, 11 nafar Pastdarg'om tumanida va 4 nafar Bulung'ur tumanida mahalla gazchilariga sinov tariqasida berilgan. O'sha taqilma kameralari jarayonlarini onlayn kuzatib borish uchun monitoring guruhi hududga Samarqand gaz ta'minoti filialida olib bormoqda. Mutaxassislarni jalb qilgan holda gaz ta'minoti korxonalarida shu mahalla gazchilarini ishtirokida seminar treninglar tashkil qilinib, ularni uskunalardan foydalanish bo'yicha tushuncha va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Umuman mana shu taqilma kameralardan foydalanish orqali sohada qanday natijalar kutilyapti? Sohani raqamlashtirish hozir eng asosiy muammo bo'lib turganligi uchun qonun buzilish birinchi o'rinda qonun buzilish holatlarini joyida elektron rasmiylashtirilyapti. E-dalolatnoma orqali platforma orqali elektron tarzda qog'ozbozlikdan voz kechgan holda to'liq elektron shaklda onlayn bazaga to'g'ridan-to'g'ri har bir mahalla gazchisi o'zi kiritib boryapti. Undan keyin har bir mahalla gazchisini o'z hududida ish faoliyati to'liq kuzatuvda, boshqa ishlarga jalb qilinmaslik holatlari bo'lyapti. O'shanda tabiiy gaz uchun o'z hududiga biriktirilgan mahallalarda debitor qarzdorlik, yetkazib berilgan tabiiy gaz hajmlarini aniqlash va mablag'larni undirishda har bir xodimning amalga oshirilgan ishlari to'liq o'z ish faoliyati davrida nazoratga olib borilyapti. Ya'ni ish vaqti 8 soat bo'ladigan bo'lsa, xodim taqilma kamerani olib chiqqandan keyin o'sha paytdan boshlab to ish vaqti yakunlangunga qadar bo'lgan jarayonlar kuzatuvda bo'ladi. To'liq kuzatuvda olib borilyapti. Ya'ni bu fuqarolar bilan ishlashda shaffoflikni ham ta'minlashga xizmat qiladi. Xuddi shunday. O'sha taqilma kameralarni sinov tariqasida joriy yilning avgust oyidan hozir 3 ta tumanda tajriba o'tkazyapmiz. Asossiz shikoyatlar soni keskin kamayib ketdi hozir. Chunki har bir xonadonga kirganda bu onlayn kuzatuv olib borilayotganligi sababli asossiz shikoyatlar 3 ta tumanda shu keskin kamayganligiga guvoh bo'lyapmiz hozir. Ya'ni bu o'zining natijasini beryapti. Albatta, xuddi shunday. Umuman bugungi kunda tizimni yaxshilash maqsadida qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Tizimda hozir o'shani har bir 3 ta hududda amalga oshirilgan ishlarni keng qolgan tumanlarda ham joriy qilmoqchimiz. Rahbariyat bilan kelishgan holda takliflarni kiritdik hammasini respublikaga, hudud gaz ta'minoti aksionerlik jamiyatiga ham. O'sha bo'yicha mana noqonuniy holatlarni birgina misol tariqasida keltirayotgan bo'lsak, joriy yil mana iyul oyida Pastdarg'om tumanida birgina 35 ta iyul oyida holat aniqlangan 75 million so'mlik. Soha raqamlashtirilgandan so'ng
avgust oyini tahlilini olib qarasak, 74 ta holatda 880 million so'mlik noqonuniy holat aniqlanyapti. Bulung'ur tumanida joriy yil iyul oyida 12 ta holatda 25 million so'mlik noqonuniy holat aniqlangan. Sohani raqamlashtirib, o'sha taqilma kameralarni ishga tushgandan keyin avgust oyida 36 ta holatda 699 million so'mlik holat aniqlanyapti. Xuddi shuningdek, Tayloq tumanida ham 40 ta holatda joriy yil iyul oyida 63 million so'mlik noqonuniy holat aniqlandi. Raqamlashtirilgandan so'ng o'sha taqilma kameralarni olganda avgust oyida 84 ta holatda 2 milliard 76 million so'mlik noqonuniy holatlar aniqlanadi. Bundan ko'rinib turibdi, mana xodimga o'sha taqilma kamera berilgandan keyin qoidabuzarlik dalolatnomalar summasi 10-15 karra ko'tarilgan, anasini barobarga oshganini guvohi bo'lyapmiz. Rahmat. Umuman sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish borasida qanday amaliy ishlar boshlangan? Sohani bartaraf etish bo'yicha hozir har bir xodimga shu onlayn kuzatuv bo'yicha onlayn boshqaruv tizimi bizda joriy qilingan. Har bir xodimga 20 tadan kunlik topshiriq keladi. Har bir mahalla gazchilariga aniq qaysi xonadonga kiradi, qaysi muammoli hisoblagich, muammoli xonadonlar har biri bo'yicha qolgan tumanlarimizda ham shu chora-tadbir ishlab chiqilgan. Yil yakunigacha hamma tumanlarimizda shu taqilma kamerani ishga tushirib, sohani bundan keyin rivojlantirib, shu maqsadda ishlar olib borilyapti rahbariyat tomonidan. Yana bir savol tug'ilyapti. Umuman mana shu mahalla gazchilarini faoliyat olib borayotgani, ya'ni hududga Samarqand gaz ta'minoti filialini o'zida to'g'ridan to'g'ri kuzatuv olib borilyaptimi yoki hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatidan? Bu hozir hudud gaz Samarqand gaz ta'minoti filialida monitoring guruhi tashkil qilingan. Bu yerda malakali mutaxassislarimiz o'tiribdi. Xuddi shuningdek, hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyatida ham kuzatuv kameralari bilan bu yerda ham monitoring guruhida, call centerda ko'rib borilyapti. Har bir xodimning xatti-harakatlari. Bu har bittasi 3 oygacha to'liq inoga olinadi. Ertaga muammoli, nizoli holatlarda ham 3 oylik faoliyati to'liq olib borilyapti. 3 oy davomida tizimga yuklanib borilyapti har biri. Server kanosiga, xotirasiga saqlanib boradi. Umuman mana shu iste'molchilarga qulaylik yaratish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti sohada? Sohada iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida har bir soha, har bir xodimni muomala madaniyati, tartib intizomi, ishga kelib ketish, o'sha o'ziga belgilangan 8 soatlik ish faoliyatida iste'molchi va ta'minotchi o'rtasida ochiqlik, shaffoflik va korrupsion holatlarni oldini olish bu bo'yicha har haftada o'zimiz seminar, treninglar o'tkazib, har bir xodimlarga yetkazib borilyapti. Kelajakda shu bu holatlarda korrupsion holatlarni oldini olish, iste'molchilarga tabiiy gazni bir me'yorda va sifatli yetkazib berish bo'yicha tushuncha va targ'ibot ishlari olib borilyapti. Kelgusidagi rejalar haqida ma'lumot berib o'ting. Umuman hududga Samarqand gaz ta'minoti filialida mana shu aholiga qanday qulayliklar yaratiladi, qanday yangi loyihalar amalga oshiriladi shu bo'yicha? Kelgusida rejalar shu hozir onlayn tizimga o'tgandan keyin sohada ancha yaxshi taraflarga yo'naltirildi. Iste'molchilardan shikoyatlar va ular ancha kamayganligini guvohi bo'lyapmiz. Soha endi iste'molchi avvalgida ta'minot korxonalariga kelmaydi. Har biri o'zlari mobil iloji bo'yicha telefon raqamlari ulangan dasturga qancha to'lovida qarzdorligi bor yoki qancha bor, hammasi o'zlari onlayn kuzatib boryapti. Xuddi shunday to'lovlar ham mobil ilova orqali, Klik, Paynet orqali to'lov amalga oshirib borilyapti. Kelgusida shu sohani raqamlashtirib, faqat mahalla gazchilari emas, boshqa yo'nalishlarni ham raqamlashtirish bo'yicha katta ishlar olib borilyapti bugungi kunda. Avvalambor studiyamizga kelganingiz uchun tashakkur.
Hurmatli teletomoshabinlar, bizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.